Barlıq əmdü sanalar Canabi Allahqa bolsun. Şunaqla Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge u zatның ail tabiatlarına, ashablarına ve u zatqa taki qiyomatgacha ergashganlarga durud ve salamlar bolsun. Zakatni to'y qilishda iqtisodiy qiyinchilik tufayli to'y qilolmagan musulmon yoshlarga bersa bo'ladi. Chunki to'y qilish va oila qurish Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning turmushda tanlagan yo'li, sunnati. Sağlam cemiyetinin asası, axloq fazilatning qo'rg'ini millatimizning baqosidir. Allah Taala Qur'on Karimda zakat beriladigan 8 turni bundaq bayon qilgan. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, uni yig'adigan xodimlarga, dillarini islomga moyil qilish ko'z tutilganlarga, qullarni azod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga va ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilamasidir. Allah bendilerinin menfaatini obdan bilgiçidir. Hikmet bilen iş kılgıçıdır. Tevbe suresi 60. ayet. 8 türünün beşida faqir miskinlerini tilga algan bulup, faqir degen azgını narsi bar kishi, miskin degen hech narsi yo'q kishidir. Demek faqir miskinler yemek içmek, kiyim kechak ve ulardan başka qamdalması bo'lmaydigan zörür ihtiyaçları üçün yeterlik iqtisadi yoki kirimi bo'lmagan kishilar bulup, ya kirimi ihtiyacını to'liq qamday olmaydigan, ya faqat kirimi yo'q kishilardir. To'y qilishmi, yemek içmek ve kiyim kechakka o'xshashlar asosliq ehtiyojlar jumlasidandir. Alloh taolaning o'ylanolmaydiganlar Allah ularni o'z karimi bilan boy qilguncha o'zini iffatli tutsin degan oyatimi to'y chiqimlariga qurb yetmaganlarning faqirlardan sanaldiganligini ko'rsatdi. Kishi faqir bo'lgandan keyin zakat olsa bo'ladi. Olimlar deydi-ki, yemek içmek ve kiyim kechaklarni qamdashga pul topa oladigan, ammo to'y qilish ehtiyoji borlar to'y qilish uchun zakat olsa bo'ladi. Chunki to'y qilishmi o'xshashla asosliq ehtiyoj jumlasidandir. Buningga asosan o'yinishi zarur bo'lgan yoshlarning o'ylab qo'yilgan ota-onasi yana bo'lmasa yoki qo'lida yetarlik iqtisod bo'lmasa, o'yinish xaraj uchun zakat olsa bo'ladi. Zakat beradiganlarmi ularning o'yinib olishi uchun ularga zakatini bersa yoki oltin zibizinat, kiyim kechak va uy jabduqlarini elib bersimi bo'ladi. Aslida boy bo'lib, Xitoy zulmi sababli vatandagi pul meldan uzilib qolganlar va ularning farzandlarining to'y ishlari uchun zakat elishi durust bo'ladi. Albatta, zakatni mahri to'yliq, uy jabdush, uy ijarasi, to'y marikasi va kiyim kechaklari uchun odatda qilinib kelayotgan islom o'lchami doirasida isrof qilmasdan yoki ortiqcha ishlarga sarf qilmasdan ishlatishi shartdir. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, muhojiratdagi nurg'un yoshlarimizning ota-onasi va oila iqtisodi vatanda qolgan hozirgi sharoitda Uyg'ur qiz o'g'illarini uy o'choqlik qilish, yoshlarning yomon yo'llarga kirib ketmasligi, turmushining xotirjam bo'lishi, musulmon Uyg'ur farzandlarining yetilib chiqishi, shundaqla ana tilimizning qo'rilib qilishi qatorliq nurg'un jihatlarni ko'z tutqunimizda eng zarur va fazilatli amallar qatoridan hisoblanadi. Bu yana o'z navbatida bir-birimizning holidan xabar olish, sila rahim va o'zaro qo'llab-quvvatlash darsida kiradigan bo'lib, Alloh taolaning yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar degan amrining ijrosidir. Hattoki Janobi Allohning oranglardagi bo'ytoq ayollarning va yaxshi qul va yaxshi cho'rlarning beshini o'nglab qo'yinglar. Agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, Alloh ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Allohning karimi kengdir. Alloh bandalarning manfaatini bilguchidir degan amri bo'yicha ularni o'ylab qo'yish muhojiratdagi musulmon jamoatining ustiga yuklangan majburiyatlar qatoridan sanashga bo'ladigan bo'lg'achqa, navoda bu ish zakatdan hal qilinmagan taqdirda ixtiyoriy yordam bilan bu amarni ijro qilish farz kifoyadir. Vallahu a'lam bis-savab. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatullah 2021 yili 8 oyning 19 kuni.